أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: الجماعة سنة مؤكدة. Şimdi hazır cemaat namazına ve imametçilikке dair ahkamlarını bayan kılmakçı. Cemaat olarak namaz okuşunun hükmü sünne muakkede. Bu kitapta tanılan karaş şu. Hanefi mezhepte bir neçe karaş var. Cemaat olarak namaz okuşunun hükmü doğrusu. Farz-ı ayn degan qarash mı var? Farz-ı kifoya degan qarash mı var? Vacib degan qarash mı var? Mashayixning ko'pchiligi vacib degan qarashni tanlagan. İmam Abul Hasan al-Karxi sunna muakkada degan shu qarashni o'tirib qo'ygan. Hozir bu kitobda Karxining qarashini tanladi. Sunna muakkada degani o'shada vojibga yaqin demakchi. Mishadiki sunna muakkada vojibning darajasidagi bir sunnat demakchi. Onundan başka ulamalar, mesela Hanbali mezhebdeki ulamalar, yani İmam Evzai vacib degan qarashni tanlagan. İmam Şafii'nin mezhebde sahih qarashda, mezhebga vakil qilgan qarashda farz kifoya. Şafiilardan sunnat deganligi bor. Maliki ulamalarning ko'pchiligi sunna muakkada deb qaraydi. Yani az bir qismi farz kifoya deb qaragan. Zahirilar, Davud Zahiri, İbn Hazm qanday qaraydi, lekin Davud Zahiri farz-ı ayn degan. Uzrsiz holatda jamoat bilan namoz o'qimay yolg'iz o'qib qolsa namozi batil. Davud Zahirining qarashida. Endi dalillar kelsak, qala sallallohu alayhi vasallam: "Al-jama'atu min sunanil huda." Jamoat hidoyat sunnatlardan yoki hidoyat yo'llaridan, sunanil huda yoki sananil huda. Sanan ya sunan ikkisi o'xshash. Sunanil huda degan nima bo'ldi? Ya'ni to'g'ri yo'llar. Allah Teala ve Resul belgilediği doğru yollarının cümlesinden demekçi. Yani taraiqil huda, turuqil huda diyen manda. Peki Hanefi mezhepte sünenul huda deb qalsa, bu alayhi bir istilah. Bu manası başka. Peki hadis kelgan shunda iboratlar hidoyat yo'llar. Buning ichida vojib, sunnatlar hammasi shirkdir. Yani Hanefi mezhepte sünenul huda deb qalsa, bu sünenul huda, sünenuz zavaid deb bunda ayrıydı. Mesela sunanul huda degan tarqib qolsa makruh bo'lgan, masalan jamoat bilan namoz o'qish, azon to'lash degandek. Sunanul zavoi degan tarqisi makruh bo'lmaydigan. Masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir o'tirib qo'pashlari yo suv ichganda bunday ish qilgandek ahvollar. Odatga munosabatli ishlar demakchi. Endi vojib bilan sunnatul hudaning qanday mazhab farqi nima desa, vojibni bir qatim tark qilsa, shucha bir qatim tark qilganlikqa gunohkor bo'ldi. Sunnatul hudani uzun muddat tarqib qolsa gunohkor bo'ldi. Bir qatim tarqib qolsa gunohkor bo'lmaydi. Ma'va Hanefi mazhabidagi sunnatul huda degan ayrim bir istilohni ma'nosi. Nima hadisdagina hidoyat yo'llari, dinni to'liqlaydigan shunda yaxshi ishlar degan ma'noda. Undan keyin bu sunnatni, vojibni o'z ichiga oladigan bir dalil ma'vo. Lekin mush hadis hamda mush hadis marfu' emasmi? Bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'ziga. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zi emasmi? Muslim keldi ekan mavqufan. Nima? Rasululloh dedi deganmidi? Ibn Mas'ud degan so'z. Sizning kitobingiz shundaydi? Mana akhrajahu Muslim min qawli Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dedi, mana laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'an as-salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun in kana al-maridu la yamshi bayna rajulayn hatta ya'ti as-salah wa qala inna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam 'allamana sunan al-huda yaki sanan al-huda wa inna min sanan al-huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adhdhanu fihi. Ya shunga o'xshash yana boshqa so'zlarmi Sahih Muslimda rivoyat qilingan. Yani müşide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müşide anlayan boğaçka, Resulullah'ın kan boğaçka diyen desek bu sahabenin sözü fîmâ lâ ra'ye fîhî fî hükmül merfu buldu. Bu taraftan hem de delil ilişki buldu. Hem de hazır mıyada sünne muakkede diyenge
min sunanul huda degan so'z bo'lg'achqa as-sunnah degan so'z kelgachga dalil qildi. Albatta bu hadisga sunanul huda degan bu vojibmi, hammani o'zishi oldigan bir so'z. Balki bak dalil bo'lmaydi unga. Yana bir hadisda vaqala sallallohu alayhi vasallam laqad hamantu an amura rajulan yusalli bin-nas thumma anzura ila qaumin yatakhallafuna 'anil jama'ati fa uharriqa 'alayhim buyutahum. Ma sayyidis. Bu hadisdan sunnatligiga dalil qanday chiqadi? Rasululloh o'rnimda boshqa bir aylanni qo'yib imomatchilikka namozga kelmaydiganlarni, bu hamda kelmaydiganlar qanday sharilangansi, davomliq kelmaydiganlar. Ko'pincha ahvolda bu munofiqlar. Masalan, Ibn Mas'ud la yatakhallafan illa munofiq dedigan shu chaqdagi ahvolni bayon qilyotdi. Ashuna munofiqni o'yga berib, o't qo'yitay dedim dedi. Nonikin, hozir vojib emas, sunnat deganga dalilni qanday chiqirdi? Rasululloh agar vojib bo'lgan bo'lsa jamoat namozi, Rasululloh o'zi jamoat namoz birga o'qimay o't qo'yitishga chiqadigan bo'ladi. Vojib bo'lsa uni tark qilmaydi degan. Ma'tarafdan keldi. Endi vojib deganlar jamoat kelmaganini o't qo'yitman deb va'id qildi mana. Agar vojib bo'lmagan bo'lsa o't qo'yitman demaydi deydi. Endi bular qo'pab o't qo'yitman dedi, lekin o't qo'yitmadi. Oxirdamda o't qo'yitman degan chog'da Alloh taolo vahiy qilib o't qo'yitmasang bo'ldi degandek. Yani men suqlab ketdi degandek. Bu shundan har xil qarashlar, har xil dalilni chiqaradigan bunda bir ahvol bor. Va hada amaratu ta'kid. Ana musho sunnat, ya'ni bir tarafdan ta'kidlangan bir ishga dalil bo'la oladi. Sunna muakkada deganga dalil qilamiz demoqchi. Va qad vadaba alayha sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izchil jamoatlar namoz o'qib kelgan, uni qo'ldan bermagan bo'lsa, sunna muakkada deymiz deydi. Hani sunna muakkada deydiğanga başka deliller var. Mesela hadis Abdullah ibn Sarjas إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. Biroq uyda o'qib chiqqan bo'lsa namozni, masjidga kirib qolsa, jamoat namoz o'qiyotgan bo'lsa, birga namoz o'qisin. Ikkinchi qadam o'qiganlikqa nafl bo'ldi dedi. Lekin uyda namoz o'qishni tilga oldi, uni hech qanday boshqa gap qilmadi dedi. Burunqi hadis Tabarani Kabirda rivoyat qilgan, Albani Sayyidga hadisga. Va ikkinchisi idza salla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Bu yuqorqi hadisga o'xshash hadiskan Abu Dawud rivoyat qilgan, Shayx Albani Sayyid debdi. Yani bir hadisda azamun nas ajran fi as-salati ab'aduhum ilayha mamsha. Namozda eng ajr oldiganlar eng jiroqdan mumkin qilganlar edi. فأبعدهم ونكن تخمه جرق والله شنبا جق أجر الله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. اختنا مثلا اختنا جماعة جغلب نقطة أختلم يتقادم خرجاندا سقلاب جماعة لان أقوان كشان أجر كتا ددشنما لكن أما واجب ترقيان كشماس. Lekin mana ajrjiq degani chiqilishi joiz, lekin mana fazilatli kechligini bildirdi. Yani bu sunnat degan dalil bo'ldi demakchi. Yana muttafaqun alayhi hadisda salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi 27 daraja dedi. Yani bir rivoyatda bi 25 daraja, 27-25 daraja ortiq bo'ldi deganlikka bumi joiz bo'ldi? Bumi joiz bo'ldiki, mana 27 daraja ortiq bo'ldi degan. Noniken bu afzallikni, savobi kattaligini yoki jamoat namozining shunday sunna muakkada ekanligini ko'rsatadi, vojib deganini ko'rsatmaydi deydi. Bu shu sunnat deganlarning dalili. 27 daraja nimani bildirdi? 27 hissa. Son maqsadmish edi. Son bor. 25, 27. Son bor. Endi 27 daraja dedi. Bazı hadisler hesabdan aşırın za'fa deb kelgan. Bundan keyin yolg'iz o'qigan namoz, jamoat bilan o'qigan namoz, tang o'shanda kelsa, masalan, o'sha ikkisi tang to'lish namoz. Ma jamoat bilan o'qigan namoz, ma yolg'iz o'qigan namoz. O'sha tang bo'lsa, mana buningki jamoat bilan namoz o'qigani 1, 2, 3, 4, 27 daraja o'shada oldi turdi, yemmanda.
Yo'q, 27. 27 ya 25. Bu masjidga va uydagi hamma jamoani ko'rsatdi. Chunki bunda masjidda bu demadi. Lekin g'aliban bu masjidda degan, ya'ni zohir chiqib turishi mumkin. Chunki masjidningki boshqa fazilatlari bor. 27 daraja deganni shunga bular 27 da'f deganlar Imom Muslim rivoyat qilgan salatun ma'al imami afdalu min 25 salatan yusalliha wahdahu dedi. Yalnız o'qigan 25 namozdan yaxshi degani haslikni ko'rsatdi. Bundan ekan jamoat bilan o'qigan namoz bilan yalnız o'qigan namoz qismida teng bo'lsa, jamoat bilan o'qigan namoz 27 hassa oldiga ishib ketadi savob jihatdan. Yalnız o'qigan namoz shu izzat to'xtab qoladi. Nima uchun? Lekin nima uchun 27 ta? Nima uchun 25? 28 ya 30 emas. Ba'zi vaqt 21 degan ro'yxat bor. Bu min ulumul g'ayb. Manda deymiz. Lekin ulamolar bunda hisoblab baqilgan. Masalan, masjidga shunda mansa, bir qadamni shunda bir gunoh yulib ketdi, bir savob oldi. Yoki bir dassa, bir savob oldi, bir nima yulib ketdi. Shunama har qatim bir qadam olsa shunda savobni olib mangdi. Endi masjid kirsa, tahiyatini o'qishi mumkin, namozni saqlab o'tirishi mumkin. Farishtalar bor, farishtalar istig'for etishi mumkin unga. Jamoat bilan namoz o'qisa, shaytondan jara qilgan tarafi, duo qilsa amin deb yoda duolarning jamoat bo'lishi. Shunga o'xshash hamda jiq bir fazilatlarga erishgan bo'lg'achqa 27 ga har bir kunda sanab kelsak 27 chiqishi mumkin deydi. Ba'zi ulamolar 27 degani bomdod xutbandek namozlar, ba'zi bomdodlar asr masalan ataqabuna fikum degandiga 25 boshqa namozlarga deb baqqan. Lekin buni ulamolar xil tahlil qilib qo'ydi, uning tegi yetkazilmaydigan bir ish. Agar bir kishi jamoatni qo'llagan bo'lsa, ashtoq irshad bas 27 qadam qoldi. Ha, xuddi masalan 27 qadam o'qisa, undan jamoatda o'qigan kishidan tanglashadigan ekan. Lekin o 27 qadam o'qish unda mashru' emas. مثلا ابن حديثه عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بدعا و20 درجه. Bid'an degan shu 3 dan 9 qadardanda ko'pincha shu 5-7 degan gapmi shu. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Dikmi azavamigan tartibga holatda farishtalar shunda duo qilib turdi dedi. Bundan boshqa jamoat namozining islom shiori bo'lgan masjidlarda jamoat namoz o'qish buni ihyo qilgan bo'ldi. Bir jamoatchilik bo'ldi, birlik, barobarlik. Buning jiq foydalari bor. Nolgan bu hadismi sunnat deganga dalil bo'ldi hadis. Bunda fazilat ortiq bo'ldi, sunnat deganga dalil bo'ldi. Endi vojib degan qarash shu Hanifiy mazhabdagi mashayix deganda ko'pincha biz shu O'rta Osiyodagi bizning ulamolarimiz dedik-ku. Mavaraun Nahr, Turkiston va shu O'rta Osiyo, Xorason ulamolarini biz mashayix dedik. Ko'pincha bular imom va uning shogirdiga shogird bo'lolmay ikkinchi avlod shogird bo'lganlar, ya navri shogirdlar va ularning shogirdlari. Bular vojib degan qarashni tanlagan. Yani bir mazhabda. Vacib degan qarashning dalili, masalan, oyatdan dalil keltirib, "Varka'u ma'ar raki'in" degan dalilni ko'rsatdi. Ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar, ya'ni mishal birga jamoatan degan mazmun bor demakchi. Lekin bu aniq unda dalil bo'lmaydi. Sunnat deganlar bu "Varka'u ma'ar raki'in" aniq dalil bo'lmaydi. Nima uchun desa, ma degan so'z ya makanda hamra bo'lganlikni, birga bo'lganlikni, ya zamonda birga bo'lganlikni, yoki sharaf, fazilatda birga bo'lganlikni bildirdi.
Ayna ehtimollikli var. Mesela ayette ya Meryem kunuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in dedi ama lakin bu ayollarning cemaatlar namazını vacib degan gap yo'q-da. Bu deganlik xuddi kunu ma'as sodiqin deganga o'xshash. Sizlar rasullardan bulanglar. Ruku qilganlardan bulanglar. Alloh taolaga ibodat qilgan, shunda taat ibodatda eng oldida bo'lganlardan bulanglar deganni ko'rsatdi deydi. Yani kunu minar raki'in degandek. Balki bu bak aniq dalillamasın vacib fiqqa. Lekin vacib fiqqa dalil bo'lgan hadislardan ama kishining birisi men ko'zim ama masga e'tilab borgan kishi yo'q, uyda o'qsam bo'lamdi degan chog'da azanni anglaymansa ajib degan. Undan ekan masga kel demoqchi. Lekin bu hadis bunda bo'lsa-mu, va shunga o'xshash bir qancha hadis bor. Shunda bo'lsa-mu Sahih Buxoriyda shu Attab radhiyallohu anhu men o'zimning qavmimga namoz o'qib birdim, imom bo'lib, ko'zim ajizlab qolgachqa sal kelib ketib muqisa yo'lda muammay qolganman, uyim kelib namoz o'qib baslar degan chog'da Rasululloh uyga borib, nada o'qib birman deb uyda bir yer namoz o'qib qo'ygan. Uyda o'qsang bo'ldi degan ruxsat bor shunda. Undan keyin ammo bak jonliq dalil bo'lmaydi, vojib deganga jonliq dalil bo'lmaydi. Yani fardı kifaya degan qarash, bunda qarasak hamda shu bakrak muvofiq. Shafiy mazhab tanlagan qarash, fardı kifaya degan qarashni tanlaganlar hamma mazhabdan ma'lum oldi. Har mazhab necha qarashga bo'linib ketgan bunlar. Chunki bu dalillar odamni gangirtib qo'ydigan darajada shunda har xil dalil kelgan ekan, hamma mazhabdagi ulamolar har xil qarashga bo'linib ketgan. Shafiy mazhabining fardı kifaya deganga Abu Darda radhiyallohu anhu rivoyat qilganida ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan alayka bil jama'a fa inma ya'khudhu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Abu Dawud rivoyat sayyidis. Nolken qanda bir yezi kent yoki bir sahrada jamoat ular namoz o'qish bo'lmasa, ularni shayton egallab ketadi deshnama. Yalğız üçgenni böreydi dedi. Yani bu fardı kifayenin gösterdi. Eğer şurada bir cemaat namaz okusa, şu bir kentte deydi, şu mahallede bir cemaat namaz okusa, cemaat ular başka uyda okusa mı onun yok. Fardı kifaye degan qarash. Qanday bo'lsam da cemaat ular namaz o'qishga qilgan targ'iblar bakchiq. Fazilati ortiq. Shuna ba'zi ulamolar fard deb ketgan shu hamda. La yas'u tarkuha illa bi'udrin deganimi? Sunna muakkada degan bilan biz tarafdan xuddi vojibga yaqin gap qilyapti hozir. O'zirlik bo'lmasa-lam tark qilish bo'lmaydi dedi. Walau tarakaha ahli Misrin yu'maruna biha. Bir shahar xalqi hech qanday jamoat bilan namoz o'qimaydigan bo'lib ketsa, jamoat bilan namoz o'qinglar deymiz dedi. Buyurimiz. Islom xalifasi shuni buyurdi. فإن قبلوا قبول قيس بولده وإلا يقاتلون عليها قبول قماي ونمسا ولا قرش ورش إعلان قلده ورش دولان لأنها من شعائر الإسلام çünkü bu İslam ve dalalat olan belge şuar karakterlik ibadet xuddi mesela xatnaga o'xshash xatna qilishni sunnat ya vojib degan qarashlar bor o'xshashmi shunga lekin shunimi bir shahar qilib butunlay xatna qilmaymiz deb turib olsa urush ochimiz azanni sunnat desak ya vojib deganlar bor desak bu shunga o'xshash. Bir shart qilib faqat azon o'qimaydan namoz o'qigan bo'lib olsa, uni nasihat qilamiz, unimasa urushimiz shunga o'xshash. Qala wa awla an-nas bil imamati a'lamuhum bis sunnah. Hamda imomatchilik masalasida qaysi kishini imom qilib chiqirmaymiz oldiga. Avla degandan qaraganda, mushunda eng munosibini tanlab chiqarish mustahab ekanligi bunda ma'lum bo'ldi. İmametçilik buna isil bir mertebe yoki mansab deyli. Bununla salohiyati bor kishilar shu loyiq. Ana salohiyati bor kishilardan ko'p bo'lib qolgan taqdirda, o'taqolamiz hozir imomatchilik salohiyati va qori qurra ulamolarimiz. Bunda namoz o'qiydi deb qolgan taqdirda bunun orasidan kim chiqishga haqli? Albatta imom bo'limanda talashib qoldish yo'q. Lekin unda Rasulullohning sunnatida buyurishida manda kishi chiqsin deb Aslında alayda ko'rsatgan bo'lg'achqa, bu imomatchilik masalasiga islomning naqadar ko'ngil bo'lganligini ko'rsatdi. Agar manda bir guruh bo'lib qolsa, buning ichidan manda kishi chiqdi, uningki manda chiqdi, uningki manda chiqdi deb alayda ko'rsatib qo'ygani, bu imomatchilik masalasiga alayda e'tibor berganligini ko'rsatdi.
Şu hadisda ya ummul qavmi aqra'uhum deb ashunda tartib qo'yish keldi. Bu yerda bir mazhabda sunnatni, namoz ahkamlarini eng yaxshi biladigan kishi imom bo'lishga eng loyiq, eng haqli dedi. İza kana yuhsinu min al-qira'ati ma tajuzu bihi as-salah. Namoz joiz bo'lgudek miqdorda Qur'on tilovat qila oladigan bo'lsa, masalan Fatihani o'qib oladigan bo'lsa, qisqa surdan bir qanchani biladigan bo'lsa, lekin namoz ahkamlari islom bilimini yaxshi biladigan ulamo olib qolsa, shu chiqishi eng haqli. Va yajtanibul fawahish az-zahira. Iniq gunoh ma'siyatlardan yiroq turadigan, fasiq bo'lmasa demakchi. Shu kishi haqli dedi. Iniq gunoh ma'siyatlardan Hani uyuşunna biz Alloh alam. İmam mesela bizning qarashimiz shunda taqvodor odam. Lekin o'zi maxfi biz gunohni qilolmasin Alloh alam. Lana az-zahir vallohu yatawalla as-sarair. Va an Abi Yusuf, Abu Yusufdan kelgan bir rivoyatda, yuqori qarashda Abu Yusufni billah. Va an Abi Yusufdan yana bir rivoyat keldi. Aqra'uhum, eng yaxshi o'qiydigan. لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. مش hadisga asosan Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydigan kishi shu jamoatga imom bo'ladi dedi. Endi o'sha Abu Yusufning qarashini Imom Ahmad va Ishaq ibn Rahway va Shafi'i mazhabining ba'zisi tanladi mush qarashni. Lekin jumhur ulamochi ana bu mazhabdan shu a'lamuhum degan qarashni tanladi. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Evza'i şundan mesela a'lamuhum bis sünnet diyen qarashni tanladi. Al-Mushadista ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Hadisin oxirida da fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum lil hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silma wa la ya'ummu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baytihi ala takrimatihi illa bi iznihi wa la ya'ummu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi degan bir kishining huquq doirasiga kelib imom bo'la olmaydi. Masalan, shu masjidning imomi bor, boshqadan birisi kelib shu masjid imom bo'la olmaydi. Yoki boshqadan bir hokim bor, amir bor, u bir viloyat kelib shu viloyatning amiri imom bo'lgan ovoz kelib men chiqman deb turasa bo'lmaydi. Wala yaqudu fi baytihi ala takrimatihi illa bi idni degan mehmon keldi masalan. Kirgan mehmon shu uyda o'zi xohlagancha masalan ma ko'piga boshlasa g'achchida yugurib kirib andiki sapoqqa chiqib o'tirolmaydi. Sapoqqa boshlab qolsa yo'qmi yerda o'tirib oxiri ko'rib ko'pida o'tirolmaydi deydi. Ruxsat qilsa unda o'tirdi. Nima uchun? Endi o'tasa uydagi balchaqni ko'rinib qolishi mumkin. Shu uyning egasi ham o'zi bilgan bo'lg'achqa o'tasa ko'rinmaydi deb boshlashi mumkin. Hadisda hamda shu imomatchilikka qaytib bayon qilg'achqa biz shuni izohlab qo'ygan bo'ldik. Lekin bu yerdagi mazmun mush hadisda ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah dedi. Bu hadis Sahih Muslimda kelgan. Dastlabda aqra'uhum degan bo'lg'achqa Abu Yusufdan kelgan bir rivoyatda va Imom Ahmadlar mushu al-aqra imom bo'ldi dedi. Endi o'sha aqra degan mush so'z kelgan bo'lsa-mu, lekin ulamolar o'sha aqraning izohatida ixtiloflashgan. Aqra degan nimani bildirdi? Hanifi mazhab al-aqra degan a'lam degan ma'noda. Lekin bu hadis yana Hanifi mazhabiga dalil bo'lishi mumkin. Chunki sahoba kiramning zamonida bir oyatni yodlab, shuning butun ahkomini o'rganib, ikkinchi oyatni yodlab, shunda ma'notda. Al-aqra la a'lamta. Al-aqra degan mishada Qur'onni shundan ham o'qib yodlab qo'ygan odam emas, butun ahkomlarni joyida o'rgangan ulamo degan gap. Yana bir qarashda Qur'onni yaxshi qilgan degan, ya Qur'onni o'qigan desa, bir odam deyishi mumkin. Al-aqra degan al-aktharu hifzan. Qur'on qaysi ko'p yodlagan bo'lsa, shu degan bo'ldi. Amr ibn Salma shu kichik bola imom bo'ldi-ku, ala g'attuanna istiqarikum deganda shu kichik bola imom bo'lganda, shu hadisda val yummukum aktharukum Qur'ana degan bo'lg'achqa, mening qavmim shuna qarab, eng Qur'on yodag'ini men kamma, shu meni imom qildi degan bo'lg'achqa.
Yani ba'zi ulamolar ya al-aqra degan tajvid bilan harfni joyida chiqarib, qoidasilar o'qiy oladigan degan bo'ldi. Ya'ni qiraatni joyida qila oladigan degan ma'noda deb qildilar. Lekin endi shu Qur'onni ko'paytirgan degan shu bakrak endi jalliq. Ya'ni ma ikki qarashdan shu jalliq. Lekin a'lam deganga balki jalliq bo'lmasi mumkin. Qulna biz deymizki al-hajatu ila al-ilmi akthar. Jamoat ular namoz o'qigan chog'da ilmga bo'lgan ehtiyoj ko'p. Qiraatga bo'lgan ehtiyoj qaraganda ilmga bo'lgan ehtiyoj ko'p. Ha shu ahli ilmninki, al-alamninki namoz durust bo'lganda qiraati joyida emas, joyida. Mumkin bo'ldi. Qiraatning sababi ketdimi? Endi boshqa ahvol qaraylar. Boshqa ahvolda ma a'lam bo'lmasa, chataq chiqadigan ahvollar bor. Fakana awla. Undan keyin al-alam ash awla deydi. Nima uchun desa, qiraat bir rukniga munosabatli ish bu. Qiyamda turgan chaqda qiladigan ish. Lekin boshqa rukun cho'q, sajda, ruku, tashahhud va shu boshqa faoliyatlar hammasi ilmga muhtoj. Undan keyin namozning joyida bo'lishi, xatolik sodir bo'lib qolmaslik yoki favqulodda bir ahvol bo'lib qolsa, buning qarta gachchi chora topa oladigan odam al-alam demakchi. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه فكان أقرأهم أعلمهم. Resulullah zamanında Kur'an yadağalla ahkamlarıyla ügünüp yadalıttı. Ulan içinde Kur'an'ı en yaxşı okuyduğalla ya köp yadağalla en bilimli gitti. Mesela şu 70 qarını İslam uyutduğun kişinin ivaslar 70 qarı ivattığı başqarlar a'lamus sahabitti. İslam uyutuşki bağın Kur'an'ı uyutuşlamamaz. İslam uyutuşki bağlıttı deymiz. Yani sahabe-i kiramlar bu haqda sözleri bek köp. Biz manda ahkamlar bilan ügünüttük degan mazmunda köp. Sura Baqarada mancha yilda yodlab qo'ygan, ya'ni shu ahkamlarni o'rgangacha dag'an demakchi. Bo'lmasa arablar jetda yodlab qo'yish mumkin Sura Baqarani. Yana Hanifi mazhabning yak jumhurning dalili an Abi Musa radhiyallohu anhu qala marida an-nabiy sallallohu alayhi vasallam فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول يعني بلال رضي الله عنه أشو رسول الله بيرقنا الكلده فصلى بالناس يعني أبو بكر فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يدس. Bunu da vecil istidlal Abu Bakr radıyallahu anh'ı qaraytdi. Ha? Sahabe-i kiramning sizga qarinning birisi. Lekin qiraat ilmida, qiraat ahkamlarini to'liq egallashda Ubay ibn Ka'b o'xshash emasdi. Al-Aqra Ubay ibn Ka'bdi. Shunda turug'liq Abu Bakr imom bo'ldi. Chunki Abu Bakr a'lamus sahaba edi. Ibn Mas'ud shunday degan, "Va kana a'lamuna" deb. Undan keyin bu shu a'lamning avla ekanligi dalil bo'ldi dedi. Qala thumma aqra'uhum a'lamuhum din kin qasa ang yaxshi qiraat qilgan, Qur'onni ang ko'p yodag'an deymiz. Va bizning zamonimizdagi aqra'uhum ham lil hadis. Ma'lum dalili deganga ma'no aqra'uhum lil hadis emas. Ya'ni sizni ko'p o'qiydiganlar emas, aqra'uhum deblar bir to'xtatib lil hadis yani daliluhu al hadis demakchi. Lekin bundalar o'qsanglar, "Summa aqra'uhum lil hadis" deb qo'ysanglar, hadisni eng ko'p o'qiydiganlar imom bo'lsinganday bo'ladi. Dalil hadis. Ha, bidalil al hadis, yoki daliluhu al hadis degandek. Chunki o'sha hadisda ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah dedi. Va ummul lil hadis ismu a'lamuhum man ta'lamukum. Aqra'u deb kitobni bilganlik a'lamuhum shu. Ya bu sunnatni jiq o'qiydigan, sunnatni jiqni bilan Qur'onni unda ko'p yodilmagan bo'lsa, o'qimaydi. Ba'zi mishada shu Qur'onni ko'p o'qiydigan, joyida o'qiy oladigan kishi demakchi. Eng yaxshi o'qiydigan demakchi. Lil hadis yani va daliluhu al hadithus sabiq. Bunun bayatılgan surasdan yapılan adamlar uda o'qiydigan Xush ko'p yodlagan degini bakrak tushdi. Agar ko'p yodlash, tajvidni agar xatolik bo'lmay, shunday yodlagan bo'lsa shu. Agar tajvidni agar xatolik bilan yodlagan bo'lsa, az so'z o'qiy oladigan shu imom bo'lsin. Xatolikdan xoli, joyida o'qiy oladigan shu imom bo'ldi.
Yani mujun içinde dikkat qilsanglar, eng chiroyli ovozda degan gap yo'qmi? Ha? Qur'onning chiroyli shurayga o'xshash o'qiydigan, sudesga o'xshash o'qiydiganlarning gapi yo'q. Thumma awra'uhum. Uningdan keyin qolsa, eng taqvodor shubhali ishlardanmi o'zini qochiradigan kishi edi. Vara' degan nima iborat? Taqvodorlik bilan farqi bor. Taqvodorlik degan at-taqva ijtinabul muharramat. Al-vara' ijtinabush shubhat. Shubhalardan o'zini jiroq tutadigan. Mayli joiz bo'lsa-mu nari turay deb orliqda shunday bir masab qo'yib qo'yganni vara' deymiz. Endi zohid degancha mutolaa qilib bo'ldi. Dunyoni kichik bildigan, oxiratdagi Allohning huzuridagi mukofot jannatni cho'ng bildigan kishi zohid bo'ldi. Taqvodorlikdan yuqori. Endi avra'hum degan mushu tartibning dalili bo'lsa, liqawlihi sallallohu alayhi vasallam man salla khalfa alimin taqiyyin fakannama salla khalfa nabiyyin. Maşallah. Endi taqvodor bir olimning keyinda namoz o'qigan kishi xuddi payg'ambarning keyinda namoz o'qigandek bo'ladi. Endi al-ulama warasatul anbiya desa mümkün. Lekin bu hadis acizdir. Aciz olan daif cidden. Bazı mavdu degan bo'lishi mumkin, lekin daif cidden. Lekin shuna qaraydigan bo'lsak, ashu Sahih Muslimga hadisog'i ya ummul qawmi aqrahum li kitabillah. Ashu hadisning lafziga shuna qarasak mana ya ummul qawmi aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum lil hijra fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silmadi. Hicret en burun hicret kılan as-sabiqun al-awwalun. En burun musulmon bo'lganlar de ashula fazilatda ortiq bo'lg'achqa ba'zilar deyishi mumkin emaslar. Musulmon bo'lganlar bir oy bo'lgan odam bilan musulmon bo'lganlar 10 yil bo'lgan odam boshqa nimani tanlab qolsa, shu burun musulmon bo'lgani shu o'tidi. Aqdamuhum silman degan shu. Nolgan musho balki avra'hum degan ma'noga yaqin kelib qolishi mumkin. Chunki aqdamuhum lil hijra va aqdamuhum silman avra'hum bo'ludi deb qolsak. Bo'lmasa unda lozim emas desak, balki keyin yangi musulmon bo'lgan kishi balki avra bo'lishi mumkin. Undan keyin cho'za summa asannuhum yeshi ang chunga لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا. واش مالك بن الحويرث منك حديثه. Şu hadiste Malik ibn Huwayrith radıyallahu anhu 15 yaş vallahi bilan kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida islomni o'rganib, ba'zi rivoyatda bir necha kun, ba'zi rivoyatda 20 kecha deb mubosh 20 kunda tug'an. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da qasammiz yaş vallahi. Sonra sizlar diyarlarni kimlarni qo'yib keldinglar, oil tavobatinglar ahvol qanday nechisi yangidan to'y qilgan ekan. Ular bo'ytoqliq ekanmisan, qizilib qolmasin deb aslan undan siz diyarini qaytinglar deb ijozat bergan. Ijozat bergan chaqda Malik ibn Huwayrith bilan yana bir hamrosi ikkalan birga safar qilgan bo'lgan. Balki shuni bir qabildan bo'lgan bo'lsa, birga safar qildi degan bo'lsa, Rasululloh shu Malik ibn Huwayrith bilan hamrosiga shunda degan. Bu Sahih Buxoriyda bor. Akbarukuma sinna dedi. Eshonlar dedi. Hani ulamalardan akbarukuma sinnan deganni mushda asannuhum deganni sinni degan so'z mi ya da islomda al-aqdam degan burun musulmon bo'lgan degan mazmunni ko'rsatdi. Chunki islom kirgandan keyingi umri uzun vaqi deganni ko'rsatdi, bunda shar'iylar bor. Lekin bu yerda hamda madisi aniqandi, eshchong deganni ko'rsatdi. Chunki bular tang kelganlar, Rasulullohning huzurida tang kelgan yoshlar bular. Shunga rafiyat masalasida dedik biz Malik ibn Huwayrith Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida ya bir hafta ya 15 kun tug'an. Ibn Mas'ud Rasululloh bilan 20 yil birga ayrilmay tug'an. Tug'andimi taqiyindan ayrilmagan. Sahibul nalayn wal wisada was siwak. Malika İbrahim an-Naqai a tarafidan tarjih qilgan. Rafiyat qilmaslikni. Bu sahaba shu kelib 20 kun turib Rasulullohning huzurida ketgan. Bundan keyin cho'dsa summa ahsanuhum xuluqa. Bundan keyin axloqi eng yaxshi bo'lganlar. Chunki axloqi eng yaxshi bo'lganlar jamoatni qochirib o'tmaydi, jamoatni oqib turib namoz o'qishga qiziqadi.
ثم أحسنهم وجها عندن شراي شuna nurana shunda bir kilishgan adam bo'lsa shu yaxshi. Yani bunun da tanlashimlari ba'zi mazhablarda har xil bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi ulamalar nasab jihatdan eng isil kishilar shu bo'ldi. Nasabi isil, fazilatli kishilar imom bo'lsa bo'ldi. Yani ba'zilar kiyim-kechakni pakiz kiygan odam bo'lsin. Albatta kiyimni necha solab qolsa, namoz durust bo'lmaydi degan gap chiqadi, lekin bu najosat emas, bu kirma emas hamda. Odat pakiz lekin kir degan narsa yo'q. Pechet davomli dazmol silab, atir cheshimda pak-pakiz yuradigan bunda odam bo'lsa yaxshi deganlar bor. Ana hamma ahol tang qilib imomatchilik talishib qolgan holda cho'g'i desa, tang bulab qolgan holda faraz qilib qolsaganda bo'ldi deb faraz qilib qolsak, o'chaq chek tashlaymiz. Fasahama fakana min al-mudahhabin degan. Yani Maryam alayhisolamning vaqaligida buni chek tashladi-ku. Chek tashlash bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar orasida chek tashlaydi. Chek tashlashni shariat ko'rsatgan bir usul. Bunda bir gap yo'q. Bizning diyorlarimizda bo'ytaq odam imom bo'lsa makruh degan gap bor. Bu nereden kelgan desa, balki bunda tizib kelib eng yaxshisi ma'vo deb tanlashda, tarjih qilishda ishlatgan bir usul. Lekin qanday ishlatildi desa, bo'ytaq odam namahramga qaramaslik mumkin deydi. Chunki uyda bir aylan bo'lgan ekan, o'xshashamiz bilan qaramaydi. Lekin bu to'g'ri gap emas. Balki 3 ayoli bor odam, 4 ayoli bor odam meni qarashi mumkin. Ya bo'ytaq qaramasmi? Bu ya'ni laysa bilazim. Endi imom tutumda degan tarafdan ashuna bir tanlagan bo'lishi mumkin. Shu avrahum degan nima doiraga kirishi mumkin. Lekin men Hanifi mazhab kitoblarida ham to'g'ri qilgan degan gapni biz hozir qadar masalan kitobda uchratmadik. Taqvolikni chekkan ekan. Taqvolikni avrah degan nimaga chirkitish mumkin. Ayuka ma'lumotga kelib, eshituvlar qilib asosan usulga ba'zan to'g'ridan tadbir qilganmi imom o'xshash ishlatib qo'yilgan to'g'ridan İmam Nawawi rahmetullah alayhi mush hadis Sahih Muslimda kelgan emasmi? İmam Nawawi'ninki Sharh Sahih Muslimda Sahih Muslimdagi sharhi bor. Ashunda İmam Muslim rahmetullah alayhi bu imomatchilik tilam emas. Imomatchilikda nassan shunda ko'rsatdi. Uningdan boshqa kengash so'rinlari, mehmondochilik, muazzinlik va boshqa hamma ishlarda mushunda eng afzalini tanlaymiz. So'rag'im masalan shunday nima qilsan shu al-alam boshda o'tirdi, undan keyin shunda tartib bo'yicha o'tirdi. Kengash so'rinlar bo'lib qolsa shunda hamma so'rinlar mush qoidani tatbiqlaymiz degan. Wal asl degan so'z mishada al-qoida al-mustamira degan ma'noda. Al-asl degan so'zni dalil ma'nida keladi, al-qoida al-mustamira degan ma'nida keladi, al-maqis alayhi ma'nida keladi. Yani الأصل يعني القاعدة مش مثل قاعدة أن من كان وصفه يحرض الناس على الاقتداء به فركشتاdan bir sifatli bo'lib, shu sifatli tepilgan ahvolda kishilar ashunga aql namoz o'qishga bakrak amr qildigan, qiziqadigan bo'lsa, ashunga bir turtki bo'ldigan bo'lib qolsa, va yad'uhum ilal jamoa, jamoatchilikka tehmon chaqirdigan, atrofini to'play oladigan bo'lib qolsa, kana taqdimuhu awla, ash kishini oldiga chiqarish bakrak munosib. لأن الجماعة كلما كثرت كان أفضل. Chunki jamoat qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deydi. Mishada bunda bir bahs bormi? Soni jiq jamoat bilan o'qilgan namoz, soni azroq bo'lgan jamoat bilan o'qilgan namoz ikkisining savobjatdan farqi bormi? Agar biz boshqa topshiriq qilsa, topshiriq. Masalan, ba'zi cho'ng masjidlar bor, aytga jama masalan. Bunda necha ming odam namoz o'qishi mumkin. Shunda jiq jamoatlar o'qigan namoz, boshqa bir 100 ya 50 jamoatlar kichik masjidlarda o'qigan jamoatdan alohida savob bo'lamdi. Agar savob bo'ldirsak dalila yoki ulamolardan yoki kitoblardan qaysi kitobda qaysi olim savobi jiq bo'ldi yoki bo'lmaydi deb degan bahs qilib. Hozir topshiriqmi hozir to'bash bo'lib qoldi. Ana shu topshiriqni ishlagan chaqda biz qo'limizda kitob bo'lsa, kitobni izlab boqamiz. Kitobdan topolmasligimiz mumkin. Chunki bu jinsiy gaplar mana maktabdan chiqmaydi, boshqa kitobdan chiqmasligi mumkin. To'rdan izlab boqamiz,
ulamoning fatvolaridan, Google shayxdan izlasak javob chiqishi mumkin. Undan keyin atrofimizga ulamolardan bo'lsin. Maktabda ustozlarimiz bundan so'rab baxsak, bundan ba'zi javob chiqib qolishi mumkin. Shunga topshiriqqa javob yozgan chaqda, plan kitobda manda deganligini ko'rdim. Ya savobi tenkan, ya ortiqkan. Manba ma'lum. Ya falan ustozdan so'radim, u kishi manda javob berdi. Deb, shu hukmni joyidan topsak, nereden topsak, manbasidan yezib qo'ysak, topshiriq joyida ado bo'lgan bo'ladi. Çünkü kitaplarını desek, siz kitaptan tapılmaya kalıştırın. Hozir biz topshirib olgan masalalar ko'p insonlar jinski bir nozik masalalar. Hatta qalu yukrahu liman yukthiru at-tanahnuha fil qira'ati an ya'umma. Hatta degan şey shunga jamoatni ko'p yig'alaydigan odam oldisi yaxshi bo'ladi. Shunga asosan qira'at qilib o'tib to'la gelini qaqirgan, quruq o'tilab qo'ydigan kishi bo'lib qolsa, imom bo'lishga ko'ra dedi ulamolar. وكذلك من يقف في غير مواضع الوقف to'xtamaydigan yerda to'xtaydigan yerda to'xtamay qiraat ahkomlariga rioya qilib ketmaydigan bunday kishilarning imom bo'lishi makruh. Lima fihi min taqlilil jamaa. Chunki shunda xatoliklar namoz o'qisa, keyin turgan jamoat tuzib ketishi mumkin. Boshqa dangdar qarimning masjidga ketib qoladi. Yuqorqi masalada al-a'lam bilan al-aqra bo'ldi. Shunami? Bunda ulamolar asosan ikki xil nasi bo'ldi. Al-a'lam wal-aqra. Aqraatni yaxshi o'qiydigan, namoz ahkomlarini ma'lum darajada bildi, namoz joyida o'qiydigan darajada bildi. Al-a'lam namoz joyida bo'lgan darajada qiroat qila oladi. Bunda ahvolda a'lam chiqsa bo'ladi. Bu qarash asosan. Aqra chiqsa bo'ldi, u yaxshi. Ishga shunda dalil bor. Lekin aqra chiqishi bir tarafdan tarjih qilinishi mumkin. Har ikki qarashdan ma'lum bir nimasi bor. Lekin har holda bu joizlik nimasi o'rtaq. Qash chiqsa joiz. Namoz joiz bo'laverdi. Makruhlik bo'lmaydi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.